Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Hozir Qashqadaryo viloyati Qamash tumanidagi zapravkalardan biridamiz. Sifrlarga yaxshilab e'tibor beringlar. Har bir to'xtab qo'shilgan paytida, misol 127 mingga o'chyapti, 125 ming 400 so'mda o'chib 128 mingda qo'shib yuboryapti. 3 ming so'm, 4 ming so'm, 5 ming so'mgacha har to'xtagan paytiga sakratib yuboryapti. Mana hozir zapravkalar kasalar ehtiyot bo'linglar. Mana shunaqa aldab gaz urayotganlar ham ko'payib ketyapti. O'sha bu gazdan uncha ko'p yurmaydi, lekin yana ham bir taraflama ham xalq pulini ishlayapti. Qaranglar, gaz o'zi 5100 so'm bo'lyapti. Yana ham pulni qilyapti-da. Endi xalq ishlashda oson. insof sari baraka bo'lishi kerak, insof sari bo'lishi kerak. Xalqni bunchalik darajada xo'rlash kerak. Xalqni bunchalik darajada ezish kerak degani emas. Mana hozir o'zim mashinamga gaz oldim. 104 so'mda to'xtayapti. 140 so'm ko'tarib yuboryapti. Bu ish 145 so'mda to'xtab, 148 so'mda boshlab yuboryapti-da. Bu 104, 107. Pashda 2,5 ming so'm sakratib yuboryapti. O'sha o'ziga yuboryapti, ko'ryapsizlarmi? xalq pulini ishlayapti. 3 ming sakratyapti. Ogoh bo'lamiz. Yuk mashinalari bunaqa to'xtab uradigan zapravkalarga iloji bo'lsa kirmanglar. Katta mashinalarga juda ko'p narsa sakratib yuboryapti. Hozir to'xtab turing. Katta mashinalarga men hozir katta yuk mashinalariga 10 marta, 15 marta to'xtasa 50 ming, 60 ming pullaring ketdi degani. O'sha pul bilan ham yana Meni pulim ketyapti, ko'rsam qilaman aka. Yuradigan gaz olasizlar. E'tiborliroq bo'linglar. Mana 3400